6 qism. Nimani o'ylashidi, nimani? Uyni mundaq tutudi degan bilan xotinasi o'zgirib askirab ketamdi texi. Necha bola bo'lgan vaqtda qizimni ballar bilan qo'shib, bu uyga akab qo'ysanglar, men necha tayyor tabni beqib bo'lmayman. Elimo necha yil baqdim. Atam aytqanga yig'laymi, anam aytqanga yig'laymi deb. O vaqtda alam buningdimi yuqurib keta? Ularning mepiqi bir-biriga ersat qolmaydi, takrorlanmaydi deb hech kim aytolmaydi. Arqa-arqadan necha meyip ballarni tug'ib, jamiyatning, oilaning yukini ig'irlatibas qanday qilamiz? Bo'ldi, endi og'zingizni o'piratmang. Ketib qoling asta. Qizimni uyga solab qo'yib beqishga rozimanki, hargiz talalik qilmayman. Deb vaqirdi dadam. Shu vaqtda dadamning naqadar rahimsiz, mehr shafqat izlamaydigan odam ekanligini his qilib yetdi. O'roq, nahayda vejik bu ayol aytib tugatkisiz dard alamni kadiniga yuklab, ig'ir qadamlar bilan hovlidan chiqib ketdi. Darvozaning yopilgan ovozi dard hasrat qo'shilgan bu yurkimga yopilgandek qattiq edi. Nima day? Bu shum taqdirga nima degilik? O'g'lining baxti uchun kelib, endi o'zini texmi baxtsiz, texmi yarmas his qilib ketadigan bo'ldi bu bechora ana. Kimlarning dardini anglab, kimlarning dardiga hamsherik bo'lib, kimlar uchun yig'lab yashaydigandimiz ha? Nima degan tangchalmagan jahon bu. Ko'z yoshlarim to'kilyotdi. Ovozimni chiqarmay, noroziligimni bildirmay turgan vaqtimda eshik qattiq echilib, dadamning ko'zidan g'azab uchqandek chachrab, hozirla meni yutib yavididigandek alpozda kirib keldi. Harvamni kaynimga yondirib, uningdan o'zimni qochirmoqchi edim. Ammo u oldimga kelib, vaqirab turib, qo'limdagi yon telefonni tatib oldi. Odam bo'lmaydigan, to'xtaydigan günün olasi. Buningdagi telefon ishlatishingga, boshqalar bilan aloqa qilishingga hargiz yo'l qo'ymayman. Yo'lnimi jaylab mang'anmayvasan, sana erni, muhabbatini nima qo'yibdi? Halimizga beqib, oltatimiz, xaltamizga beqib, untatimiz juma, o'zimizga beqib yashaylar. Deb qattiq vaqirdi. Bechora anam dadamga yalvorib, "Undaq qilmasizlar dadasi, uning yon telefonini tatib olmasizlar. O ancha-muncha telefonda savdo qiladi, o'ziga lozimlik narsalarni o'zi topgan pullarda ilyotadi-ku. Ilyotmasizlar dadasi. Uning birdan-bir xushallig'i musha telefonga. To'y qilmasin deysizlar mayli, ammo uning xushallig'i hamrohini tatib olmasizlar dadasi." dedi. Anam meni tushunadi. Musha tor dunyosida o'zimni baxtli his qiladiganligimni biladi. İşte, vay ner tuğnava, ig'izga erishishni sana kim qo'yibdi? Heliqi bilan aloqasini uzgandan keyin andin berma. Bo'lmasa, uni bir umr uyga solab qo'yib beqib, hech kim bilan aloqa qilmayman. Deydi dadam. Ammo anam bechoralarcha yalvorib, yig'lab, va ayni Qaysarning onasidek dadamga yalvorib-atadi. Undaq qilsa bo'lmaydi dadasi. Uni o'zining xushalligiga o'zi sherik bo'lib yashaydi bilindilar. Qaytirib bersinlar unaga. Uning bu uyda telefondan boshqa nima erkinligi bo'lsin, ha? O'sha jonsiz narsadan xushallik istab, o'sha jonsiz narsadan o'zining qimmatini yoritib olsa, ma'qul deysizlar dadasi, undaq qilmasizlar, dedi. Ammo dadam yana o'zining gapida chang turib-atadi. Bu qitim anam dadamni ayab o'ldirmadi. Bugun to'qmoqning ostida o'lib ketsam, hammani deyman aldilimi? Hukumatdan bergan to'van turmush pulini, qizimning meyiplik pulini hammani elib cho'ntaklarga sag'ucha, ko'zlari to't bo'lib ketadi. Endi o'sha telefonda ancha-muncha mol setayotgan kirim manbasini tatib olib, nima qilay deydilar, ha? Uni bir hakimga setib pulga aylantirib, to'ymaydigan qarnallarga tiqay deganmitilar. Elimi hukumatimiz bakanchi-bu. Ular bizga qarab, hamma narsamizni tal qilib, holimizdan xabar olib kelyotadi. Va ayni balani ashulaga tug'ib bergandek, biznimi, balanimi shuna baqandek beqilyotadi. Azroq bo'lsa-mi xijil bo'layli deyman. Azroq bo'lsa-mi boshqalardan minnatdor bo'layli dadisi. Necha vaqtdan qizimiz ularning yaxshiligini ham davomli bizga yordam berayotganligini o'ylab xush bo'layotgan. Endi ularga javob qaytaramay xijil bo'lib, azroq bo'lsa-mi o'zimizning kelgusini o'zimiz yaratayli deb tirishibsa. Sizlar nimishqa unda qilinglar, ha? Sizlarning deganlarimi to'g'ri. U balami meyib, qizimmi meyib? Shundaq turib farzandlik bo'lib, ularning kamtikligi, balalarga miros qolsa keyingi turmushini ololmay qolamo deb o'ylayotadilar. Her ishning chorasi sabab bo'ladi. Ammo shu ishga yuzlanib, shu ishni qilishga jur'at qilgandilar, andan taqdirimizdan qanday bo'ladiganligini bilamiz dadasi. Ammo qilmay turiblar bundaq voz kechsak, qanday bo'ladi?
O bola bilan qizimiz to'y qilmasimi mayli. Ammo uning xushalligini tatib olmaslar dadasi. O mushu jonsiz narsa orqali o'zini baxtli his qiladi dadasi. O'zini mukammal his qiladi. Deydi anam yig'lab turib. Dadamning burunlari titrab, ko'zlaridan g'azab uchquni chaqnab ketdi. Yo, so'zlashni sana versa jahonni titirtib ekansan, ha? To'xtamay sayrab Sig'izxonning o'zida bo'lding-ku sen. Sening oldingda kichikkina tinib qo'yganim bo'lmaydi shundami? Hili beka og'zi burningni chuvib, qon ishgan itning volasida qilib yutma beka. Oldimda ozroq ko'tildi, ha? Ozroq chalvaqa. Sen degan xotin, men degan er. Sana deb qo'yay. Deb vaqirdi dadam. Oh. Voy qanday qisila qilmamdilar. Bo'z shunday bir qisila. Hozir bir odamni tak etadigan, bir kimni tayoq bilan taslim qila oladigan jahon emas, aldilama. Bu jahonning so'riqi bor. Burunqidek o'rib so'qib, qo'noq so'qqandek tizlaydigan vaqtlari katta esilini. Endi sizlarga bo'zak bo'lib qarab turmayman. Men bu hukumat tarafga o'tib, adolatni yoqlab berishni talab qilaman. Anlasam ular mushunaq mojrolarni, haq-nohaqchiliklarni anglab bir taraf qiladi ekan. Adil bir taraf qiladi deydi. Men bu yuzimni qayirib qo'yib shularning qishig'i boraman. Necha yildan beri uchragan nohaqchiliklarimni, sizlarning ona bola ishkimizda odam qatorida ko'may xo'rlashlarining hammasini aytib, sizlardan adojida bo'lib ketaman. Ajrashib ketib bolani o'zim boqaman. Deydi anam. Dadamning g'azabdan lavlari to'xtamay metrlayotdi. Ham qo'lidagi telefonni zarda bilan ustalning ustiga qo'yib, anamga so'zlashga boshladi. Voy ala, oladigining mushimiti. Ammo uning heliqi bola bilan to'y qilishiga qo'shilmayman. Bu to'yni qilmaymiz. U to'y qilmaydi. Bir umr uni mushundaq beqishga rozimanki, hargiz agbamayman. Dedi-da, eshikni zarda bilan yopib chiqib ketdi. Anam bilan ikkimiz bir-birimizni quchoqlab, yig'lab ketdik. Xeyli uzoq o'tgandan keyin anam ko'z yoshlarini yangi bilan etib etib, menga tushuntirishga boshladi. Bu dadamning jahilligi tutib qopti qizim. Hamon bir kuni kalasidan o'tib qala. Uning hammasi Hilimxon yosh vaqtida nihoyat chiroyli ayol edi. Yodingda bordi? Dedi anam. Bilaman, yodimda bor. Ana, uning nima bo'pti? Anam menga Hilimxon hammamning hikoyasini so'zlab berdi. Aslida u yosh vaqtida o'zi yaxshi ko'rganga tegman deb ota-onasiga qarshi chiqib to'yini qilibdi ekan. Keyin yo'ldoshi to'y qilib o'zgarib ketib, Hilimxon hammamni ikki bolasi bilan qo'shib uydan haydab chiqaribdi ekan. Hilimxon hammam ikki bolani yolg'iz beqish jarayonida ko'migan kunni ko'rib, ikki bolani bakdasti qatorga qo'shibdi ekan. Anamning bu so'zlaridan dadamning ko'nglini az-to'la tushungandek bo'ldim. To'g'ri, men to'y qilsam, Qaysarmi ojiz, menmi uningdan ojiz. Mushunaq yurib, uning mijozida tuyuqsiz o'zgarish bo'lib qolsa, menmi ashu bechora bolalar bilan qilib qolsam, kunimni qanday olaman? Ota-onamni norozi qilib, uning bilan to'y qilsam, keyin ularning oldiga qanday boraman deganlarni xayol qildim. Qaysar menga vafosizlik qilmaydi deb o'ylayman. Lekin yaxshi kunning yomoni bo'lib, qaysimiz o'lib tatib qolsak, ashu bechora bolalar ko'chada qolarmi? Qaraydigan odam yo'q, hammamning bolasidek chapaga qolarmi deganlarni o'ylab yetdim. Dadam aytgandek, ularmi bizdek baxtsiz tug'ilib qolsa, bizdan nafratlanib ketami? Bu xiyollar meni charchitib qo'yib-atdi. Bayatni dadam etib chiqib telefonimni qo'limga oldim. Ko'nglim yerim holatda telefonimga qarab qo'yatdim. Anam buni bildimi aytavur, yanchiqni aqtirib, kichkina qo'l yog'liga tengib qo'yilgan bir muncha pullarni menga sundi. Eling'a qizim, ata avu jahil qiyirg'i bildirmasdan bir yon telefon setib eling. Ondan yana burunqidek o'zingizning dunyosida yashang qizim. Bo'lamdi? Dedi anam. Ana, menda pul bor. Savdo qilgan pullarim bor. Ularni xashlamay yig'ib qo'ygan edim. Shunaqa alay bo'ldi. Dedim men. Savdo qilib yig'ib qo'yganingizni bilaman bolam. Ammo men oldingizda bekli xijil. Sizga berilgan tuvan turmush kapolat pulini, meyiplarning kutinish pulini dadingiz cho'ntagiga tiqib olgan peti mahkam besib yetib oldi bola. Bu mening necha vaqtdan beri yig'ib qo'ygan pullarim. Yaxshi telefondan birini setib olib, av joyil qiyirg'i ko'rsatmasdan ehtiyot bilan ishlatasiz. Deganicha hajlang deb, unimig'inimga unimay pulni tutqizib qo'ydi. Kech bo'lganda dadamning sirtqa chiqib ketgan fursatidan foydalanib,
Mahalla do'qmishidagi ammaga qulaylik nimkash telefon bozoridan koni bo'lsa-mu, iqtidori ilg'ar telefondan birini setib oldim-da. Telefon kartamni silibla, undidar degandek narsalarimni echib, yana burunqidek sodamni boshlab ketdim. Shu kunlarda Qaysar to'g'ri gap qildi. Onasining yana bizning uyiga keladiganligini, cho'qim baxtli bo'ladiganligimizni, bal qo'yib etmasligimni o'tinib, uchur yozishni to'xtatib qo'ymadi. O'zimni boshqa ishga urib, hamma ishlarni unutishni o'ylagan bo'lsam-mu, ammo yanala ko'nglimning bir yerlari shunchalik bearam. Bir narsamni yutirib qo'ygandek, o'limni kutib yotgan odamdekli edim. Rost degandek, uning hiliqi o'roq, tatrango, vijik onasi yo'g'on dasturxonni qistirib, o'zi yolg'iz bu uyga yana bir qitim keldi. Yettinchi qism. Qaysarning onasi uyga kiribla, dadamning til ahonatini angladi. Nima desangiz, beka, bizni avar qilmang. Tinch yashig'il qo'ying. Mang'anmaydigan, o'zining oyisidan chiqolmaydigan odam to'y qilib nima qiladi? Ularning ballari bo'ladi. Mush qizni bir umr beqib, alovutini ko'midiq. Umi o'ziga o'xshash ojiz, bir kimning beqishini kutib turadigan ballarni tug'ib bizga akab bersa, qiyirganda bu jinimizni na qo'yamiz biz? Endi kammanga necha vaqtdan chiroyli gap qilganim bilan buningdagi ishigimning oldiga yo'lab qoladigan bo'lsangiz, beshingizga jundi chechishim yoki bizning tinch turmushimizni buzdi deb ustingizdan arz qilishim mumkin. Degan edi. Ham shu kuni bu ishni mendan ko'rib, menga bir muncha ko'ngil og'rig'i elib keldi. Qaysar to'xtamay xat yozatdi. Yana burunqidek sizni yaxshi ko'raman. Biz baxtli bo'la olamiz. Bal qo'yatmang. Normal odamdek yashayamazsaqmi, kunlarimizni birlikda xushal-xuram o'tkazaylik degandek so'zlarni to'xtamay qalatdi. Menmo nima deyishimni bilmay, ma'qul debla qo'yaman. Ammo qo'limdan hech qanday ish kelmaydi. Dadam atigandala Malcharo bozoriga bir yo'g'on qo'shqarni ib ketgan piti qaytib kelmadi. Shu paytda darvoza ochilib, Qaysarning onasi yana qo'lida bir muncha narsalarni ko'tarib, hovliga kirib keldi. Chaqli qarvamga tayinib, kichik supragida hovlidagi chechilib ketgan axlatlarni yig'ib o'tibdi. Qaysarning opsini ko'rib, qo'rinib, uningga salom qildim. Umi mening oldimga keldi-da, qarvamni karvatning oldiga ishtirib akilib qo'ygandan keyin qandaqroq turdingiz qizim? deb ahvol so'radi. Yaxshi, qadr ahvol, dedim men. U mening yuzlarimdagi ko'klarga qarab, yuragi echishdimi, yana ko'z yosh qildi. Men nimandaq baxtsiz qizim. Mush bola uchun yashab ketdiman. Ayni vaqtda dadasi tashlab ketgan vaqtda tex kichik edi. Qandaq jon beqishni bilmay, mahallamizdagi matog'ining keynidan agishib yurib, eski-tuski yig'ib sotdim. Ayol kishiga shunchalik bir haqoratlik ishgan. Boshda meni ko'rgan kishilar mushundoq jabha tatib yurguncha biror kimning peshini tutib to'y qilaversangiz, osh tomog'ini etib bolangizni shu uyda beqib qolsangiz bo'lmamdi. Bizning mahallada yaxshi loyiq bor. Agar ma'qul desangiz, yo'lingizni mengib to'yingizni biz qilib qo'yamiz degan. Ammo mushundoq hech nimaga qurbi yetmaydigan ojiz bolasi bor odamni kimmi qabul qilsin? Mush bolam uchun yolg'izlikni tanlab hamma odamni rad qildim. Kimning nima deyishi bilan korim yo'q. Yana burunqidek eski-tuski yig'ib yuraverdim. Yiqqan eski-tuskilarimni matog'ining eski-tuski yig'ib olish o'rniga opirib sotdim. Xiyla pul qilatdim. Shunda qilib Qaysarni maktabga berdim. Ammo maktabdagilar uni to'g'ri cho'loq deb chaqirg'achqa Qaysar maktabda o'qishni xohlamadi. O'zidagi kamtulik uni texmo tugashtirayotgan edi. Amalsiz yana mahalladagi o'qimishliq Nasir akaga yolvordim. U burun
muallimlik qildigan. Keyin pensiyaga chiqib, uyida oilasiga kichikgina yerga suyko'ktat, gul degandek narsalarni terib, shularga parvish qiladi. Uningdan boshqa bizning Qaysarmo nihoyat aqlli, turgin bola ekanligini ko'rib, uni tabiiy yoqtirib qoldi. Hamda uyida elib qoldi. Har kuni atigan opirib qo'yib, kechda yondirib keladi. Shuncha uzun yo'lni piyoda bossaqmi, ona bola ikkimiz shunchalik xushal edikki, charchab, yerib qolmaydik. Hayotdan voz kechmaydik. Ammo cho'ng bo'lgan siri ansiraydigan bo'ldi. Yaxshi kunning yomoni bo'lib, to'qqida beshim yostiqqa tegib qilib, o'zimni ham Qaysarning hojididan chiqolmaydigan bo'lib qolgan vaqtimda, u kimning qo'liga qolar, uni kim boqar deydim. Endi u to'y qilaman, bir qizni yoqtirib qoldi. Uning bilan birga yashayman degan vaqtda olamcha xo'sh bo'ldi. Ammo yana dodingizdek xiyollarga kelib, bolalarningmi, keyincha farzandlariningmi o'zini kamsitib, o'zini yo'qotgan holda yashashini xohlamadi. Ammo nima dey? Yana shu o'g'limning oldida yuklanib, dadangizga yolvorishga majbur bo'ldim, qizim. Bu holatingizni ko'rib, yuragim etishdi. Sizning bu qadar qisilib, tengsizlikda qolganligingizga endi men kelmayman. O'g'lim uchun emas, o'zim uchunmi emas, sizdek bir bechora qizni azobga, dardga, hasratga duchor qilib qo'yganligim uchun kelmayman. Cho'qim sizni suyadigan, siz uchun borlig'ini taqdim qila oladigan, bir umr yor yo'lak bo'la oladigan, sog', bejirim bir yigitning hamon bir kuni chiqadiganligiga ishonaman. Shuncha ishlar bo'lib ketsa-mu, bir eg'iz tinmabsiz o'qizi. Sizni mush ahvolga tushirib qo'yganimga bak xijilman. Dedi-da, dasturxonni ko'targan peti menga qo'l pulanlatib qo'yib, xo'sh deb chiqib ketdi. Ana shu kundan boshlab Qaysar meni unidardan yuyuvatdi. Unaga necha qitim qachilash iltimosi avatgan, ham telefon urgan bo'lsam-mu, telefonni olmay, kartasini bekor qilib yetibdi. Oltin oyning yordamida Qaysarning uyini test so'rab tepib bo'lsam-mu, uyida odam yo'q bo'lib chiqdi. Amalsiz qaytib keldim. Qaysarning onasi ikkinchi qitim uyga kelganda, dadam meni ba'ayni mushukning bolasini ko'targandek bo'ynimdan ko'tarib, karvatga peqartib etivatgan. Ham meni qattiq urib edi. Necha kun yetib, hech kimga dardimni aytolmay, o'lib olishni o'ylagan edim. Nima amal, mendek bir ojiz insonning o'lib olishiga muqurb yetmaydi ekan. Yuragim shu qadar ezildiki, bir umr yolg'iz yashay, qaddimni inson oldida bukmay deb o'yladim. Bo'libmi dadamning oldida. Yuragim shu qadar chanqab ketgan ediki, ba'ayni uzun yil pishg'iram oftobda qiyilib, quruq qaqshal bo'lib ketgan o'ting'ili o'xshaydi. Shundaq bir parcha sarangitili yalqon bo'lib tushgan hamon guldirlab o't tutishib ketadiganday. Boshlang'ich maktabning darsligida ko'langi tushish apparati bilan saranga sotquchi qizning saranga siyatgan ham saranga sitish jarayonida o'lib qolgan ko'rinishlarini ko'langi orqali yo'g'on ekranga tushirib, mehr muhabbatlik yashashni tashabbus qilgan edi. Saranga sotquchi qiz qo'lida laqada saranga botirib, muhtojlik uchun bir saranga o't tutashtirib sinishni xohlamay, so'g'uqda to'nglab o'lib ketgan. Odam o'zi erishmoqchi bo'lgan narsaga cho'qim talpinadi ekan. Saranga sotquchi qizmi ma'lum narsaga talpinish sababli saranga setishga majbur bo'lgan bo'g'iydi. O'zimni saranga sotquchi qizga o'xshatib maqalatdim. O'zimning hamon bir kuni onamdan ayrilib qolsam, saranga sotquchi qizdek tengirqash elkida o'lib qoladiganligimni bilsam,
yanıla hayat geçiretdim. Hayatlık üçün telpin etdim. Acaba Qaysardan shuncha oson voz kechib ketdimi yoki Qaysar mendan voz kechdimi bilmaydim. Uning onasi shu qitim Qaysarga voz kechishni talab qilgandi. Sen uningga baxt ato qilmaysan degandi. Yoki bo'lmasa, endi u qizni avara qilmayli. U ikki toshdan oralig'ida qisilib, yanchilib ketgili tasla qapti, deb uningga bir muncha ish og'ritadigan so'zlarni aytib, meningdan voz kechtirgandi. Qaysardan ayrilgandan keyin ruhiy dunyoimni yolg'izlik qopladi. Mening hayotimga endi birining lozimi yo'q. Muhabbatni, turmushni mendek bir to'g'riga nima qo'yibdi? Endi hayotiningni besib yasha go'zalnur. Sen bunday turmushdan pek yiroq. Nihoyatda yiroq. Endi shunday bir turmushga intilib qolsang, yoki shunday muhabbat qaynamlarga kirib qolsang, bir volqon seni yutib ketadi. Ashu volqondan chiqmay tugishsan, gumron bo'lasan deb o'zimga madad berdim. Muhabbat odamni charchitadi ekan. Endi o'zim uchun yashab baqay deganlarni xayol qilardim. Ammo Qaysar bir minutmi yodimdan chiqib baqqani yo'q. Uni xiyollarimda, yo'llarda, o'ndidar to'plarida, do'yin sifalarida ish qilib, hamma tor dunyosidan izlaydim. U menga telefon elib, burunqidek, "Hay qiz, bormisiz? Nega ketdingiz?" deb to'lab soladagandek, uchurlarni yezib to'shtirib yetadigandak tuyulabdi. Ammo bu arzuyim uzoqcha amalga oshmadi. Kichik vaqtimizda mahallamizda Kerem ismli yavaş, muloyim bir bola bor edi. Biz uy yasab o'ynaydik. Men doim onaning rolini olatdim. Boshqa do'stlarim, bolalarim bo'ladi. Kerem erim bo'lib o'ynaydik. U vaqtda saq vaqtim edi. Biz qumga ko'milib, qayda shu qum dovisi ustidan serilib tushdik. Keremning onasi Maramni sanoydi, bechora ayol edi. U bir qitimliq o't aptida kuyib ketib, chiroyi kuyib ketgan edi. Shu ishdan keyin eri bir hafta uyda turib, bu ayolning aşı o'tda yaralangan chiroyini ko'rib, saskinib ketdimi aytavur. Ikki bola bilan ayolini tashlab chiqib ketgan edi. Ham shu biti qaytib kelmagan. Keyin sud mahkamasi orqali ayolga ajrish arzi sunib, majburiy holda ayolidan ajrashib, ichkirdagi katta loban bir ayol bilan to'y qilibdimish. Shunday kishilarga la'nat bo'lsin deb ketaman. Sen muhtoj bo'lgan vaqtingda shu insonlarga alohida muomala qilasan. Ammo shu insonlar muhtoj bo'lgan vaqtda sen sayangni ko'rsatmaysan. Bu jahon mana shundoq. Burun uy yasab o'ynab, xotin bo'lib o'tgan ash Kerem men chaqliq harvaga o'ltirib qolgandan keyin men bilan o'ynamaydigan, yana burunqidek uy yasab o'ynamaydigan bo'ldi. Keyin cho'ng bo'ldik. Gohida uningdan tamoq qilib, uning bilan to'y qilib qolsam, bolaligimizdagidek bir-birimizni onasi, dadasi deb to'lisak deb arzuni qilib qolatdim. Ammo u to'y qildi. Burun sening bilan uy yasab o'ynaydik. Men onasi bo'latdim. Sen dadasi bo'latding. Shu vaqtlarni seg'indim deb bir vaqtda aytib qo'ysam, u peshini qiqib bu ishlarni inkor qilgan, hammaga ochiqlab turib, "Qachonqi gaplar bu? Nima gapni qiladi ekansan? Odamning ochiqini keltirib. Bundan keyin bundaq cho'ylada to'xtamaydigan gaplarni qilma. Sening bilan uy yasab o'ynaganim yodimda yo'q. Shakab qolgan o'xshaysan." degan edi. Ay, uningdan xafa bo'lib nima qilay? Bir kuni Oltin oyi bizning uyga keldi. Ham menga bir gapni aytamagandek kekashlab turib, "Adash, sana bir gapni desam, qat'iy xafa bo'lmayjimi? Xafa bo'lmayman degana, ondinday." "Voy, azmangni azmay demamsan. Men xafa bo'lib ketgudek nemish bor edi ishkimizning o'tirsida. Xafa bo'lmayman degina." Men shu to'y qilay degan. Men to'y qilaman. "Voy, yaxshi-ku. Sen to'y qilsan, kelinchak bo'lasan, uy tutasan, arlik bo'lasan." dedim men chaqchaq qilib. "Voy, nimondoq arlik bo'lasan deysan, satgap qilib. Hamrohing bo'ladi, baxtli bo'lasan demamsan." "Ha, shu baxtli bo'lasan, baxt gullaring echiladi." "Kim bilan to'y qilasan demiding-ku?" Ha, rost. Kim bilan to'y qilasan? Hajab sormabdiman deysan? Yigitni men tanimdim. Yoki tordan, o'ndidardan, do'yindan degandek tepib oldimmi? Va yoki lotoriyadan chiqqandek chiqib qoldimmi, ha? Men shu.
Voy. Azmangni azmigina to'la. Faqatla tilingni chaynamayding. Nimandaq tilingni chaynaydigan bo'lib qolding, ha? Degina. Men shu Qaysar bilan to'y qiladigan bo'ldim. Qaysar bilan. Sakkizinchi qism. Qo'limdagi telefon yerga tushib ketdi. Qaysar yo'qolib ketgan emasmidi? Qandaqsiga Qaysar bilan to'y qiladi deb esadab turib qoldim. Nima? Qaysar bilan? U yo'qolib ketgan emasmidi? Odamga to'la chaqchaq qilmasamchi? Dedim men. Unim ichimga tushib ketgan edi. U yo'qolib ketmagan. Biz aloqalashib turgandik. U seni hamon bir kuni baxtini topadi. Men uni baxtli qila olmayman. Ayol degan bir-birining kamchiligini to'liqlaydi. Shunga u o'ziga tava muhabbatga ega bo'lishi kerak. Onunga nurg'un orzularni berib ketdim. Demisimi, o'zim mushu holatda turib, uning bilan to'y qilaman desam, bu oqilonalik bo'lmag'idak. O'rnimdan turolmaydigan, uni qo'lidan tortib yurolmaydigan odam nima qilaman uning bilan to'y qilib degan edi. Shuning bilan uning bilan seni aplashtirib qo'yay deb undidorini qo'shib oldim. Keyin o'zim bilmay uning bilan yurib qoldim. Uning gap so'zlari noyta o'rinliq ekan. Hamda mening savdomga u yordam qila oladi ekan. U kompyuter mulozimat markazida yordamchi bo'lib ishlayotadi emasmi? Shuning bilan ikkalarining ishi ro'yobga chiqmadi. Baribir dodon qo'shilmaydi. Uning kamchiligini men to'liqlasam, mening kamchiligimni u to'liqlasa, bir uyda bo'lib qolsak, bir-birimizga kuyunib yashasaq, yaxshi emasmi? Shuning bilan senga 100 kelolmasammi, uning to'y qilish taklifiga qo'shildim. Ikki uydagilar ko'rishib, boshda qo'shilmadi. Keyin mening tushuntirishim bilan dadam onammi bu to'yga rozilik berdi. Biz mushu oyning 25-kuni to'y qilamiz. To'y qitinimi ap bo'ldik. Endi nima desang o'rniga kelmaydi. Meni tillasangmi, yuzimga tukirib qo'ysangmi, men oldingda xijilchilikda turib beraman. Nima deyman? Dadam qo'shilmagan. Mumkin bo'lmaydigan birovni sendan talishib beramdim. Yoki bo'lmasa, sen o'tirg'i kirib, aramizga adovat urug' chashding demdim. Men seni nima deb tanlay? Sen bo'lsang baxtli bo'lgan, baxtingni tap. Sana baxt tilayman. To'yingga nima qilib beray degina? Sana nima qilib beray? Dedim men arqadan olapla. Ana shundaq to'yning xabarini anglab, amdi butunlay tugashgandek. Amdi tamom yolg'iz qolgandek his qilib ketdim. Oltin oy ketgandan keyin yotoq uyimga solinib, uzoq yig'ladim. Uning chiroyidagi xushalliq, uningdagi mag'ruriyat mening yuzimda qachon aks etar. Men bu baxtli bo'la olamanmi deganlarni xiyol qilib ketdim. Ichimdagi bir g'alyan to'xtamay jo'sh urib, sen bir yarmas, sana baxt nemish qilsin? Baxtli bo'la olmaysan. Bir umr mana mushundaq chaqliq harvida yerga dasiyamay yashaysan deb atadi. Axir to'y kunimi keldi. O'zimning havorang ko'ynigimni kiyib, oltin oy menga qo'ldash bo'l deganiga unamay, oltin oy va boshqa qo'ldashlarning kaynidagi bo'sh o'ringa kelib o'ltirdim. Mana o'zim mehmon, sevgan yarim to'yida degan naqshini kimmi ijod qilgan bo'g'itdi. Bu naqshini ham ayni men uchun yozgandek. O'zim sevgan yarining to'yida mehmon bo'lib o'ltiribdim. Oppoq to'y ko'yniga kiygan, bir dasta qizil gulni tutib o'ltirgan oltin oyning yuzida xushalliq jilvalanib turadi. Menmi shu to'y ko'ynakni va shu baxtli kunlarni qanchalik umid qilgan ha? Kichkimda hammamning bolasiga havas qilib qolatdim. Xeyli yo'g'on bo'lib qolgan vaqtda hammam qo'lidan tushirmay ko'tarib yuradi. Men ashunaq asransam, taplansam deb o'ylab ketatdim. Ashu balaning o'rnida, ashu balaga o'xshash ojiz, miyib bo'lib qolganimda o'zimni yo'qotib qo'ydim. Endi bo'lgan vaqtda to'y kiyiniga kiyib, guldek yasangan toz kabi qanot qiqayotgan kelinjakni ko'rganimda, meningmi kelinjak bo'g'im kelib ketdi.
Qaysar ishikdan bir dasta gulni ko'targan holda kostyumni qatirib kiyib, ba'ayni pishqan yigitlardek kirib keldi. Gerçi qo'ldosh bola Qaysarning harvisini ishtirib kirgan bo'lsa-mu, Qaysarning salobatiga qilchi ta'sir yetkazmagan edi. O'zimni imkon qadar yoshirishga tirishib o'tdim. Ko'zlarimiz daqiqa ichida uchrashib, bir-birimizga qarab qalsaq, nemish bo'lib ketadi, ha? Go'zallar, endi o'zingni aldima. U boshqalarning eri bo'ldi. Boshqalar bilan to'y qilib bo'ldi. Sening bilan uchrashib qalsimi, ba'ayni Keremga o'xshash hech ish bo'lmagandek ketib qoladi, deb o'zimga pichirlaydim. Uning bilan haqiqatan ko'zlarimiz uchrashib qoldi. U shunchalik bir alamli qarab qo'ydiki, uning bu qarashlari bir yalqon, bir o't yuragimga eqib kirib, o'tma-to'sh qilib teshib chiqadigandekla shunchalik bearomlik ichida o'ltirib qoldim. Pat-pat ko'ynagimning etigini qo'lim bilan mujib qo'ydim. Shundala o'zimning ojizligini his qilib, tasalli topatdim. To'y qizib ketdi. Yaqin do'stim bilan sevgan muhabbatimning baxtli murosimiga shahid bo'lib, to'y tugigacha o'ltirdim. Ochiqini aytganda, baldur qaytib, ko'zga chiliqib qelishdan ansiradim. Nihoyat tasda to'yni tugitib, uyga qaytib keldim. Bir muncha yukni yutib olgan odamdek ruhsiz edim. Uyga kelibla karvatimga o'zimni tashlab, uzoq yig'ladim. Bu yig'amning eng oxirgi qitimligi bo'lib qelishini shunchalik umid qilatdim. Menga endi muhabbat nasib bo'lmasin. Muhabbatdan yiroq turay dedim. Atisi og'rib qelib, doktorxonada yetib qoldim. O't kavob kabi qizib, og'zim quribla turadi. Anamning ismini to'lab, kechiga jo'ylab chiqdim. Anam dadamga yalvorib yurib, nahiya bozordagi doktorxonaga ib kelgan ekan. 3 kun asma o'qil urib, qizitmam yongandan keyin jimjitgina to'risga qarab yotdim. Anam bir dardimni bilgandek, mening nima o'ylayotganligimni, ko'ngli tuygandek, menga bir eg'izmi gap qilmay, jimjitgina qarab o'ltiradi. Anamning bu qarashlaridan teximi ichim seyraldi. Teximi ko'nglim yarim bo'ldi. Yotqanni tartib yuzimga yopdimda, buqildab, ba'ayni to'xtamay sayraydigan damdardek yiqildabli yig'lab ketgan edim. Apam to'ydi bo'g'ay, asta yenimga keldida, töven ovozda pichirlab: "Yig'lab ol qizim, yig'lab ol. O'zingni qo'yib yig'la. Ertadan boshlab yig'lashingga ruxsat yo'q. Endi qaddingni rusla. Burunqidek xushal xurab yasha. To'xtamay yig'laydigan bo'lsang, seni elib chiqib tashlab etaman." U aytgandek, o'nimni qo'yib etib, yig'lab bir kun kashkishi to'xtamadim. Yig'ining ta'siridami yoki ruhiy kayfiyatimdami qo'llarim ishib ketgan. Yuzlarim andimunda ishib qolgandek, doktorxonadan chiqishim bir necha kun kayniga so'rilib ketdi. Doktorxonada yetib qolganligimni bilgan Altun ay meni yo'qlab turdi. Ammo Qaysar kelmadi. U meni teximi azoblanib ketmasin, meni ko'rib teximi kesla adib ketmasin dedim-u aytavur, o'zini ko'rsatmayla qo'ygan edi. U har bir kelganda Qaysar haqida so'zlab qilishni qat'iy xohlamaydim. Uning og'zidan Qaysarning ismini, ikkimizning burungi kechirmishlarini anglashni xohlamaydim. Ammo Altun ay: "Go'zal Nur, ko'nglingga ap ketmagin. Hamma ishlar taqdirning o'rinlashtirishi bilan bo'ladi ekan. Bizning to'y qilib qilishimiz bir taqdir bo'lishi mumkin. Sangamo Qaysarga o'xshash obdan, sen bilan tang mo'ng'alaydigan, seni yo'laydigan, nihoyatda bir esil yigit chiqadi. Senmi baxtli bo'lasan? Oppoq to'y ko'ylakni kiyib, kelinchak bo'lasan do'stim." Uning ko'zlariga tikildim. "Seningcha mumkinmi? Ko'nglimni yasayman deymi? Men uchun bular baribir. Endi hamma ishlar o'tib ketdi. Men hamma ishlarni ro'yiga qo'yib etaman. Endi to'y qilishni o'ylamayman. Tarish pul tepib, anamning meni boqqan ajrini aqlayman. Endi Qaysar haqida, baxt haqida so'z ochqichi bo'lma. Mening aqlig'im yo'q. Meni do'stim deb bilsang, o'zimizning buningdan keyingi kelgusi paranglarimizni qilaylik. Mening faqatla o'tmishga qaytqim yo'q do'stim." dedim men. Omo xijil bo'lgandek beshini to'van qilib: "Ma'qul. Shu seni ideyisdan o'tkazamay, eg'ir kelayotgan bo'lsa deb shu gaplarni degan edim. Seni parakanda qilib qo'yibdiman." dedi u. "Ideyamdan o'tmagidek ishi yo'q. Xato o'ylab qopsan. Nemish bo'lishdan qat'iy nazar, ko'rik kabi anam ba. Yiqilgan taqdirdami anam yo'lib oladi. Endi ortiq kishilarni o'ylag'im yo'q. Esimgimi silib o'ltirma.
bizning paranglarimiz ana shunday ko'ngilsiz oxirlashdi. Doktorxonadan chiqqandan keyin texmi ko'p savdo bilan shug'ullanadigan bo'ldim. Öndidar mal savdogarlaridan vakolatchilikni elib, ularga agishib chambarakda tashviq qildim. Ondan sart do'yin supsida o'zimning mollarini tanishtirib yurib, xeyli xaridor topdim. Burunqi kiyim-kechak, balalar o'yinchiqlari, turmush mulozmatliklaridan sart tug'ilgan kun, to'y-to'kin bayramlarga sovg'a qilinadigan kunlarni vakolatchi savdogarlardan elib, mushu tor dunyosida xeyli foyda oldim. Başlangıçta o'qigan vaqtimdagi Nigar ismli noyda hakavr bir savaqdishim bo'ladigan. O'zi chiroyli bo'lgan bilan odamni shunchalik bezor qiladi. Savaqdashlikning yuzidan öndidarga qachilishib, ancha-muncha savaqdashda yig'ilishda yig'ilib qo'yganimizni hisobga olmaganda, uning bilan pek izlashmaydik. Bir kuni tuyuqsiz öndidarimga oningdan uchir kelib qoldi. Faqatla izlamaydigan odamning tuyuqsiz izlab qelishi odamni gumonga soladi ekan. O nima deganda deganga qiziqib, uning ovozda qilingan so'zini chekibla tanishishga boshladim. "Yaxshimi, Go'zalnur, qanday ahvoling? Yaxshi turyapsansan, jinim?" degan edi. Uning jinim degan gapini qo'shib qo'yganiga xush bo'lib qoldim. Har nim bo'lsa, uning jini bo'lib qoptiman. Burunqidan xeylida tuzalgan o'xshaydi. Davomli patangni qiqib bir ig'iz so'zni boshqalardan ayaydigan, o'zini osmondagi ay, o'zidan boshqa odamlar uning uchun baribirdak muomala qiladigan odamning bu so'zidan ayni bahar oftobiga o'xshash shunchalik xush bo'lib ketgan edim. "Yaxshi jinim, o'zingizcha yaxshimi?" dedim men. U nayt tezda uchir qaytardi. "Menmi yaxshi, o'zing yaxshi bo'lsang, menmi yaxshi. Seni gul setibdi deb anigan edim. O'tganda savaqdashlar shuncha danglagan akaga mollarimi nayt isil, bosi muvofiqkan deb. Sana naq gapni desam, mening bir tanishim bor edi. U musha oyning 8-kuni ayolining tug'ilgan kuniga bir dasta gul olmoqchi ekan. Onunğa sening nəhayət yaxşı güllərini tanlab, poçta arqalıq sep berdiganligini etsam, o shu qizni menga tanishtirib qo'ying. Uning bilan davomli xaridor bo'lib qolsam, narsa kerak setib olsam dedi. Shuning bilan shuningdan so'rab baqay dedi. Seni chiqandaq, undidorga qo'shibsanmi? Bu gap menga yog'dak yoqdi. U menga xaridor tepib bergan, savdoni yurishtirib berman deb atgan tursa, hech qachon erishamagan marhamatga erishgandek xush bo'lib, "Ha, ma'qul, bo'ladi. Rahmat sana. Başqa do'stlarimni tashviq qilib qo'yasan meni, ha? Meni qo'llab qo'ysang, sana ko'p rahmat aytadim, adash." dedim. "Ha, ma'qul, xinim. Unutib qolmayman degan gapni qo'yib, unutib qolmaydiganingni bir haqiqatim isbotlab qo'yjimi? Ancha-muncha yet bayram ahamiyatli kunlar keladi. Shu vaqtda bir adasta bo'lsa-mu gul so'qib qo'yasan menga?" dedi u. "Ha, chataq yo'q. Gul sendan aylansan, adash, ma'qul. Sovg'a qilaman albatta. Sana sovg'a qilmagan gullarni cho'ng yo'lga ichqib tashlab, mashinaga bostirib yonjib bitaman, ha?" dedim men qaytirib. Onun bilan xeyli uzoq paranglashgandan keyin heliqi do'stining o'ndidarini menga avatib berdi. Uni qo'shdim. Ammo mening qo'shqinim 23 yoshda chamisidagi kichikli bir bola edi. To'y qilib bo'lgan, turmush qurgan odam desa, hech kim ishonmaydi. Yigitning surati do'stlar chamirkiga chiqirg'iliq bo'lib, yo'g'initib yurib hayron qoldim. U ajaba qiz do'stini ayolim deb chaqirmaydigandi deganlarni xayol qilib tursam, oningdan uchir keldi. To'qqizinchi qism. Nigar bilan xeyli uzoq paranglashgandan keyin heliqi do'stining o'ndidarini menga avatib berdi. Uning bilan qo'shishdik. Ammo mening qo'shqinim 23 yoshlar chamisidagi kichikli bir bola edi. To'y qilib bo'lgan, turmush qurgan odam desa, hech kim ishonmaydi. Yigitning surti do'stlar chambarkiga chiqirg'iliq bo'lib, yo'g'intib yurib hayron qoldim. U ajaba qiz do'stini ayolim deb chaqiramdiganda deganlarni xayol qilib tursam, oningdan uchir keldi. Uchir mazmuni "Yaxshimisiz?" degan birli eg'iz so'z edi. Men bu yaxshi degan so'zni qo'shib, uchir qaytirgandan keyin u ovozli gap qildi. "Aqaturgul bormidi? Men ayolimning tug'ilgan kuniga bir dasta aqaturgul olay degan edim." Hamma odam atirgulni yaxshi ko'radigan tursa, u nimani xalita? Aqaturgulni nima qiladigan-do deb o'yladim-da, uningga javob qaytardim. "Ha, xato bo'lib qoldimi qandaq?
Hamma odam qizil atirgulni elib olsa, oq atirgul so'raysizg'u, dedim men. Ha, men oq atirgulni yaxshi ko'raman. Menga bir dastani chiroyli o'rab sepib bering. Hozir buni avatib o'tay. Debla undidardan qizil bo'liq avatib berdi. Iqini alamdu, qizilini alamdu, mening nima qarim? Pul topsam bo'lmadimi deganlarni o'ylab, uning adresini, telefon nomerini so'rab oldim-da, darhol yangi sherikim Madinur bilan aloqalashib, uning gulini pochtadan selib berdim. Uning turayotgan o'rni mendan uncha yiroq emas edi. Shunaqdimi, nemish tordan gul setib olg'is kelib qolgandi. Gul do'konlaridami bog'u? Nima bo'lsa bo'lmamdi? Nadan setib olsa nima ishim? Hajab bir ishlarni sig'irlaydigan g'alati bo'lib qoldimi nima? Deganlarni xayol qilib, 2 kun bo'lgan vaqtda uning uchur yozdim. Hay, qanaq ahvolingiz yaxshimi? Melingiz bormi? Topshirib elib oldingizmi? Dedim men. Uningdan hech qanday sado yo'q. Öndi dardimni yuyib etmabdi. Yoki bo'lmasa, qora tizimdagi tiqib etmabdi. Nemishqa javob qaytarmaydigandi. Yoki javob qaytarishim behuda, sening bilan nima qarim deganmidi? Deganlarni o'ylab, xeyli uzun saqlagan bo'lsam-mu, hech qanday uchur qaytmadi. Bo'ldilar, mening nima qarim? Bir ay ish chiqib, melim bo'lmay qapti deb qalsa, mol saqan talini uning yo'llab berib og'zini to'qlab qo'yaman. Gap qolmagandan keyin o'zining shori. Dedim-da, o'zimning ishini qilib, tushib bo'lganda telefonni qo'limga olganimda, uningdan uchur keldi. Ha, menmi yaxshi, o'zingiz uchun yaxshimi? Ha, ammo mening vaqtim yetmay do'stim yeb qo'yibdi. Men ishlayotgan edim, ishlarim sal aldirash. Dedi u. Ha, menmi yaxshi, og'am bo'lsangizlar yaxshi bo'pti. Dedim men. Ha, shu nihoyat tez kelibdi. Qaraganda ishimizning orlig'i yaqin o'xshaydi. Odatda to'rso'tis qilgandan sir qo'shimcha kasb bilan shug'ullanamsiz yoki uyda to'rso'tis qilamsiz? Deydi u. Men uyda to'rso'tis qilaman. Uningdan boshqa xizmatim yo'q. Maktabdami tuzuk o'qimagan. Ha, bo'pti. Men shu maktabda tuzuk o'qimagan. O'zim qurilish yo'lida elib o'digarlik xizmatini ishlayman. İşlemçi bozoridan bir muncha ishchilarni olib ish qilib qo'ygandan keyin yana ishlemchi bozoriga boraman. U yerdan yana ishlemchilarni elib boshqa yerdagi ishlarimga hisob qo'yib, ularning ish qilganini nazorat qilaman. Shundaqdimi charchab qoldi ekanman. Bugun bek oldirib ishlab ketdim. Aras, ismim Bahodir. Sizningchi ismingiz nima? Deb yezibdi. Qaysar bilan ayrilib ketib, u to'y qilgandan keyin bir akim bilan bunday uzun paranglashib baqmagan edim. Xohlamasam-mu onun bilan paranglashib-atdi. İsmim Güzelnur. Shaharning oyog'idagi nahiya bozorida turaman. Shu uyda qochib bekorlab, dedim men. Ismingizmi o'zingizga o'xshash chiroyli ekan. Güzelnur, biz do'st bo'lib qolaylik. Nima? Do'st bo'lib qolaylik demsiz? Dedim men. Qaysar bilan do'stligimiz mana mushunaq boshlanib, muhabbat bo'lib taraqqiy qilgan. Yana muhabbatdan patqiga kirib qolsam, yana ko'nglim azor yesa, yana bir kimlardan umid qilsam bo'lmaydi deganlarni xayol qilib, mush savolni uningdan so'ragan edim. Odam degan bir sirdoshga muhtoj. Men anamdan ayrilib qolgandan keyin bir akim bilan ichilib yeyilib o'ngdish baxmadim. O'zim yolg'izdek. Ha, undaq bo'lsa ayolingiz-chi? Ayolingiz borkan-ku, ishimiz paranglashsak, ayolingizning ko'ngliga kelib qolmasin yana. Eng yaxshisi paranglashmaylik, do'stmi bo'lmaylik, dedim men. Ayolim o'lib ketgani 2 yil bo'ldi. Aqatirga elishimdagi sabab u Oqguldek saf xushquroqlik edi. Deb javob qaytiribdi. Men bu savolni so'rab, uning ko'nglini ranjitib qo'yganligim uchun ko'nglim to'limi yerim bo'ldi. Kechiring, ko'nglingizni yerim qilib qo'yibdiman. Bo'ldi, sat bo'ldi. Do'st bo'lib qolaylik, dedim men. Bu so'z uningga yesdash qilib chiqib ketdimi yoki menimi uning bilan do'stlashib sardashqim bormi bilmayla qoldim. Ish qilib o'zimni o'ylamay shudani deb tashlabdim. Men bunday yerib o'zim yolg'iz ishlabla o'zimning yolg'izligini bosaman. Meni cho'ng ko'yginingizga rahmat.
Meni boshqalar lükçək, nayda eski bala deydi. Əməliyyatda ondaq emas. Mening o qalbimning bir yerlari shu qadar chanqoq, shu qadar bechora ishlarligini hech kim his qilolmaydi. Teshida tarang'ishib yurganimiz bilan bizning ichimiz qaboq. Bayni ichi sesiyab teshi yaltirab turgan tavuzdek. O'zimning qachonlarda yerilib tavus suydak yiqib ketganimni bilmayman. Tigit ketsa parcha-parcha bo'lib ketadigan nepiz bir parcha muzdakli bo'lib qoldi. degan so'zlarni qaytiribdi. Uning so'zlarini butun vujudim bilan zan silib anglayotdim. Uning gaplari menga ta'sir qilgandek, to'limi beyaram qilyotdi. Shu vaqtda men sizdimi bakrak bechora, sizdimi ojiz degim kelgan bo'lsa-mu, ammo undaq deyamadim. Jimjitgina uning yurak sadolariga tang sherik bo'lib anglab o'ltirdim. Shu kundan boshlab uning bilan paranglashadigan, uning bilan muhdishadigan bo'lib qoldim. 5-oyning 4-kuni yoshlar bayrami. Hamma do'stlarimning bayramni chambarakda tabriklab, xushal kayfiyat yaratish uchun o'zimni ancha-muncha yasab, telefonda rasmga tushayotgan edim. Dal shu vaqtda telefonimga o'chir keldi. Biroz bayramni tabriklab, tabrik so'zi avatdi haqiqatan deb o'ylab, o'ndidarimni ochdim. Ejib, hayron qoldim. Yilqi Bahodir degan bola edi. Menga 520 yuan qizil bo'loq ham tanish amallik so'rab bir muncha uchur yo'llabdi. 520 yuan. Ko'ribmi baxmagan birisiga mushuncha jiq pul yo'llaydigan sal daldimi nima u? O'ninchi qism. Hayronlik ilkida telefon ekraniga tikilib qarabla turib qoldim. O'zimni ko'rib baxmagan, o'ziga notanish bo'lgan bir odamga 520 yuan pulni etib qo'ygani odamni sal hayron qoldirdi. Ajaba do'stlarim aytgandek, erlarning qizlarni keltirish vositasi mushimidi. Avval pul etib berib, ondan uchrashishga taklif qiladi. Eng oxirida bo'lsa bezib, nahayt qiliqsiz talablarni qo'yib, odamni afsuslantirdi. Shularni o'ylab, achchiqimda so'zlab ketdim. "Hay, nima qilgan qiliqingiz bu? Nimishqa shunday qilasiz? Ajaba men sizdan pul so'radimmi? Men boshqalarning mehnatsiz bergan pulini olmayman. Shunga o'zingizga qolsin, rahmat." dedim men. Birdamdan keyin Bahodirdan uchur keldi. Sizni puli yo'q bechora odam deb aytib bermadim. Bugungi bayramni ahamiyatli o'tkazsa, yaxshi yeydigan narsalarni epison deb ham do'stim aytib berdi deb xotirjam xashilsin deb berdim. Bu do'stlar aro qilingan sovg'at. Xato tushunib qolmang. Mening ma'lum tug'ilgan kunim yoki xotir kunlarim bo'lib qolsa, sizmi menga sovg'a bersangiz bo'lmadimi? deb yezibdi. Bu bola ya ko'rishni talab qilmasa, fursat tepib qaytirib bersam, men bu sovg'at bergan bo'ladi ekanman deb o'ylab 520 yuan qizil bo'lig'ini tutib olgan bo'ldim. Bahodir billa o'tkazayli yoki sizni tomoq taklif qilay demadi. Uning deyishicha, ishning aldirash vaqtida ishlash kerak ekan. Boshqa vaqtlarda bekor vaqtda o'ynasa, o'yin degan turib turaveradi ekan. U bekla aldirashmish. Shuning bilan u kuni ash pullarni xajlab, u bayramni nayda xushal o'tkazgan bo'ldim. Altın ay bilan Qaysar to'y qilgandan keyin Altın ay bizning uyiga kelib ketadigan berish kelishi azligan edi. Keyin torda tanishgan pechini peranik pishiradigan do'stim Arzu bilan xeyli yaxshi o'tdi. Ba'zida Bahodir degan bolaning gapini qilib berardim. Bu bola naydi yumrisdek, ammo naydi g'amkin edi. Davomli do'stlar chambarkiga seg'inish, muhabbat, ayrilish degandek narsalarni chiqarib turadi. Bir kuni u onasini seg'inganligini, onasiz kunlarning nahayda tasda o'tayotganligini tasvirlab, surat yozma chiqaribdi. "Sizga nima bo'ldi? Ko'nglingiz yerimmi?" deb xat yozdim uning ayrimxonasiga. O'zim uchun eng qadrlik, suyimlik. Men so'ygan, meni so'ygan kishilarni seg'indim. Ammo ularning qishig'i berib, ular bilan didorlashishga men amalsiz. deydi u. O cho'qim ayolini seg'ingan o'xshaydi deb o'ylagan edim. Ammo
u onasi haqida so'zlab o'tdi. Bilemsiz güzel Nur. Anam shunchalik esil ayol edi. Biz aksingil ishkimizni jinnidimi aziz ko'ratdi. Har qatam tamoq atgan vaqtda tamoqning go'shini obdan yerini bizga usib beradi. Aksingil ishkimizning onamning ashu qo'rg'on seyini taqozolik bilan saqlab turatdik. Eng avval bizga sayning bosh burnini ep beradi. Qo'rg'on say bilan qo'rsqimizni to'ydirib olatdik. Onamning salomatligi yaxshi emas. Davomli sol beqinim og'riyotdi, toza tavim yo'q deydi. Ammo dadam, ajab to'la og'riydi ekan sening sol beqining. Qachonmi og'rishdan to'xtab qola, ha? Nimandaq og'riq qiyofatiga kirib oladigansan? Ajabmi bezor qilding deb qaqshab qo'yatdi. Onam yanala biz uchun tishini tishlab turishga majbur bo'lgan. Ammo bir yili noyat so'g'oq yomg'ir yoqqan kuni onam shu sol beqinining og'rig'i bilan bizni tashlab ketib qoldi. Dadam sahardili savdo qilaman deb chiqib ketib, toki onam ko'zi yumilib, engi tushib qolguncha kelmagan edi. Biz aksingil ishkimiz to'xtamay nola qilib, vaqirab boshqalarni qutqizib olishini tilagan bo'lsaqmi, hech kim kelmadi. Uyimizning yanidagi og'riqchan momimiz Zaynab xonim momam onamning enkini chetib qo'ygan, ham uning beshida o'tirib bir haza yig'ilgan bo'ldi. Ondan mahalladagilar kirib, onamni ko'mib qo'ydik. Ammo shu necha kun jarayonida dadamni hech yerdan izlab topamadik. Boshqalardan izlayrikini qilib baqdik. Uni ko'rganmi, uchratganmi yoki borgan joyini bilgan odam chiqmadi. Onam o'lib ketib yig'lab, aksingil ikkimiz osh to'qib yurgan vaqtlarning birida dadam noyat salpaygan holda g'arq mas holatga qaytib keldi. Ham bizga vaqirab, "Qani onang degan heliqi mismis xotin, davomli og'rib qoldim" deydi. Yolg'on gap qilib odamni aldab, kimni qo'rqitdi ekan tang u? Chaqira menga avu mismisni, dedi. Men shu kuni achchig'imda yig'lab turib, "O'lib ketdi, ketib qoldi. Sen mismis yig'lang'a otgan onam ketdi. Bizni tashlab ketdi. U ketgani necha kun bo'ldi. Onam o'lib ketish oldida sening yo'lingga talmirgan, seni izlagan, seningda nijotlik tilagan. Mushu ballarimni bo'lsa-mu qo'liga olsin deb sana talmirgan edi. Ammo sen qarang'ini ko'rsatmasdan g'arq masolat kelib, bizni yana uni tilovatsan. Seningda nafratlanaman. Seni bir umr kechirmayman." Men mushundaq degan edim. Ammo dadam mening gapimga ishonmadi. Eshik oldida meni ishtirib etib, uyga yugurgan payti kirib, onamni izlagan bo'lsa-mu topolmadi. Arqadan u ho'kirab, vaqirab, yig'lab o'zini qachatladi. "Qani Maramnisa, sen nega ketding? Rostli o'lib ketding bu? Men endi balalarni qandoq qilaman, ha? Endi balalar qandoq qiladi?" deb vaqirab nola qilgan edi. Shu vaqtda Zaynab xon ocham uyga kirdi, ham dadamga qarab, "Saq vaqtida qadrini qilmay, endi bo'lgan chaqda o'lib bo'lsangizmi beka? Bechora Maramnisa yo'lingizga talmirgan, sizning kelishingizni, balalar aytgandek balalarni qo'lingizga elishni o'tingan edi. Ammo siz lalmishdak lag'aylab yurdingiz. Sizmi bir er kishi bo'ldingizmi?" deb ayblab ketdi. Shundan keyin biz onasizlik yetimlikka kunib ketdik. Gahayda oshqalatdik. Ammo nima amal? Bizdek bo'yni egilgan, qo'li sag'irgan odamlarga yordam qo'lini sunadigan, nijotlikqa ilkiga oladigan kim bor deysiz? Onamiz bo'lsa qor tuproqning ostiga ko'milib ketdi. Tuproq uni o'z qo'yniga olib ketdi. Ashu aqida bog'lagan menga bir umr ko'ynidi, olimdan xabar oladi, xayr xoli qiladi degan edi. Uni noumid qo'ydi. U barliq azoblarni qabrsiga ko'mibdi. Onam o'lib ketib 10 kun bo'lgan vaqtda dadam noyat chiroyli uzun chashliq, yerim yot kiyib olgan bir ayolni uyga boshlab keldi. Ham bizga "Bu sizlarning opanglar, ismi Tunsa. Bundan keyin uni opa deb chaqiringlar" degan edi. U shu vaqtda 2 yoshlar atrofidagi kichikina bir qizni yetilab kelgan. Bu ayol kulib turgani bilan bizga jondan o'tkidek vositalar bilan o'zining o'gayligini chandurgan edi. Uni ona deb chaqirishni men hargiz xohlamaydim. Mushu ayol uchun dadam uyga kirmay, onamning umidini, arzusini ko'pikka aylantirganmidi deb o'ylaydim. O'gay onammi bo'sh emas edi. Doim bizga "Hey, ko'zingni mo'ldiriltib qarab o'tirmay, o'zingning ishini o'zing tepib qilmamsan. Onangning zamonisi ketib qoldi. Seningdek yetim o'g'loqlarni mavi uyda ep qilib baqqanga xo'sh bo'lib, oyog'ingni chaqaraq qilasan. Davomli ko'zning oqbaqtisini chiqirib o'tirgan. Cho'ng bosi lukchak bo'lamdikin bu taxay. Avu singling degan daldanimi yetlab chiqib, bo'yildagi qo'ylarga o't seppa. Ish qiladigan vaqting keldi. Seni bo'dab suyib yigili bo'lmaydi. Menga chaqqan bo'l" deb ishqa buyurdi.
Gahida qo'liga yo'g'on chiviqni elib olib, bizning yalan qilib qolgan pochoqlarimizga urib izlarni selib o'tadi. Ammo dadam bir qitimmi putunga nim bo'ldi, qo'lingga nim bo'ldi. Nima vajidan tayoq yeding, nima kun ko'rib atsan degan so'zni aytib baxmadi. Shu vaqtda ularning bir-biriga yaqinchilik qilib o'tirishiga qarab o'tirmasdan, u ayolning heliqi qizimi keynimizdan yuguradi-da, aka deb to'g'laydi. Ammo u ayolga chishtirniqimizgacha o'sh bo'g'ashqa, bu balani mo ba'zida silkib qo'yatdik. Ko'zimizga sat ko'rinmay bizning keynimizga kirib olma. Sening bilan o'ynaydiganga cho'limiz yo'q. Biz bekor emas. Kirib anangning qishida o'zingning hukmronligini sur. Nimandaq odamning ichini siqidi bu? deb qo'g'lib yetdik. Ammo u domsuyib, "Undaq demagina aka, sening bilan o'ynag'im ba, meni tillamag'ina, sen bilan o'ynayman" deydi. Shu vaqtda singlimning qo'lidan mahkam tutib, uning keynimizga kirib olmasligi uchun yugurib uni eziqtirib etib o'zimizning ishini qilib uningga chiroy ochmaydik. Ashundaq urilib so'qilib men 14 yoshga kirdim. Shu yili o'gay opam singlim qo'rg'an sayning kuyib ketganligidan bahona qilib, uni qattiq urdi. "Hey, mavi uydagi go'sht yog' bekorga kelamdi, ha? Bir munch seni ko'ydirib etibsan. Hey, daltishum. Sening dastingdan joy-joyda tomoqnimi, go'shtnimi yigirib bo'lmaydi. Cho'pchong bo'lib qolganda bu ishni aplashtirib qilolmaysan. Mana sana endi saranglik qila" deb pochoqlariga chiviq bilan urib, bechorani qirqir yig'latib o'tiratdi. Uning bundaq tayoq yeb yig'lishiga chidamagan men bo'lsam, Bahodirning hikoyasi xeyli uzun edi. Gepining kaynidan gepi olinib, butun hissiyoti bilan so'zlayotdi. Balkim bu umrida boshqa biriga deb baxmagan bo'lsa kerak. Ichini bo'shatib olsin deb men bu gepini bilmay, astoydil anglab o'tirdim.